Yo, hamma salom. Bugun xat ko'ribizning 3-qismini olamiz. Men qayiqda ketyapman. Orol izlab u yerlardan qishloq chiqmadi. Shuning uchun bu yoqda qishloq chiqib qolar. Deb ketaveramiz. Qishloq chiqib qolar degan umidda. Hoppa. Bo'ldi, shunday ketaveramiz. Yo do'stlar, hech qachon quruqlik chiqmaydi deb o'ylayman. Do'stlar, bir kichikgina orolga yetib keldim. Lekin bu yerdan yana o'sha yoqqa qarab ketaveramiz, nimadir chiqib qolar degan umidda. O'yinim juda ham qotyapti. Nimaligini bilmadim. Shu tarafga qarab ketaverasak chiqib qolishi kerak. Lekin bu yerda juda undan ham zo'r joy bor. Ishonaman. Lekin bu yer juda ham xavfli. Shuning uchun ham ketaveramiz. Qachondir yetib borarman qishloq bor yerlarga. Bir kun quruqlik chiqib qolar. Qachon quruqlik chiqadi? La'nati. Bu yerda ular qarasi bor. Menga sekin kovlash effektini berildi. Lekin men kirmayman. Ketaveramiz. Juda ham battar bo'lib ketyapti. Qochishlar juda ham ko'p. Do'stlar, yangilikni zo'ri bor. Men orol topdim. Va u yerda jang qilishga to'g'ri keladi. Va orolga yetib keldi. Shu orolmi kichkina bo'lyapti. Yo'q. Yetira oldim. Uzoqqa bormayman. Effekt bilan. Orqaroqqa yur. Orqaroqqa. Yarimta jon qoldi. Bitta iskelet otsa ham men tamomman. Orqaroqqa. Nihoyat bu effekt tugadi. Shuncha qilganlarim ko'z oldimdan o'tib ketdi. Lekin do'stlar, ko'rganlarga chiqib oldim. Endi shu yerda tunni o'tkazib boraman. Va nihoyat tong ham otdi. Va endi sal qo'rqinchli emas. Kechqurun yalmog'iz zaharlaganda shuncha qilganlarim ko'z oldimdan o'tib ketdi. Axir shuncha harakat qilgan edim-da. Shuncha harakatlarim
tiyin bo'lishi mumkin edi. Lekin unday bo'lmadi. Mahoratim sababli. Demayman chunki men uncha zo'r ham o'ynamayman. Bo'ldi shu orolga keldik, endi shu yerdan qishloq izlab ko'raman. Va uncha qotadi axir. Qotmasligi kerak edi-ku. Kecha ham yomg'ir azobi, yo'l azobi, qabr azobi deganday. Meni kecha shunday azobladi. Yomg'irda yalog'da chalgan, endi de yalog'da araba bo'lishi kerak. Aytishingiz mumkin, faqat yalog'iz deydi. Yalog'iz tegirib qo'ymasin ekan-da deyishingiz mumkin. Nima qilay masalan? Qancha vaqtdan beri bu videoni olib, okeanda qolib ketdim yarim soat. Quruqlik topolmasdan. Qancha yurdi bu oxiriga keldi. Barida bitta yalog'iz yo'q qilish kerakmidi? Albatta yo'q. Yo'q qila olmaydi ham. Urudi ham ko'rsa, men o'zim qarshilik qilaman. O'tgan safar zo'rlar yo'q qiluvdi. Va do'stlar, pastga tushamiz. Ya'ni suvga tushmadim, молодец lekin. Va shu qayig'im tushib ketmasin. Suvga tushib ketmasin qayiq. Bu qayiq bilan qancha yo'llarda bosib o'tdi axir. Endi oxirgi yerda shunday bitta suvga tashlab ketmasam kerak, to'g'rimi? Hamma bizga rahmat. Alloh omonliklarni aytgan yerda qoldirmasdan 130 dan 143 ta qo'yishdi. Aytganimda yerda umum va yerda qoldirish va aytganimda qilib ancha 13 ta 15 tacha ko'tarib qo'yishdi. Mening maqsadim video sal to'xtatib